New Choice Collection endi Andijonliklar tabriklasanglar bo'ladi. New Choice Collection'imizni filialini ochyapmiz. Manzili bo'lsa vobsi cho'tki joylashgan. Bu tarafimizda Qo'qon universiteti joylashgan. To'g'risida mana Prям peshobodning to'g'risida ochyapmiz. Hali beri hech narsamiz tayyor emas. Ichida ashinchi ko'ylaklarimiz bor. Juda ham ko'p assortimentdagi kiyimlarimizni olib kelganmiz. Ichini ham ko'rsatib o'taman. Shou dasturlarimiz ham bo'lib o'tadi. 3-avgust kuni hammalarni ochilish marosimiga taklif qilamiz. Mehmonlarimizdan asosiysi Mirjalol Ne'matov keladi, Shahlo Alijonova, Oybek Shoh va Shohruz akalar keladi. Sizlarni ham kutib qolamiz. Undan tashqari Andijonlik va Toshkentlik bir ikkita blogerlarimiz ham bo'ladi. Hammalarni ochilishda kutib qolamiz 3-avgust kuni soat 3:00 da. Do'konimizning kiraverishida shunaqa jinsilarimizni xillaridan terib olganmiz. Ko'rib turganlarda yozgi deysizlarmi, kuzgimi, toshlimi, toshsizmi, luboydan topib olib ketaverasizlar. Ochiq svetlarimizdan, to'q svetlarimizdan ham bor. Bu tarafda ham bor. Tepada rubashkalarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Har xil yo'lli modellari bo'lsa, har xil bo'lardi ekan. Mana bu tarafimizda oqshimlarimizdan bor, toshli jinsilarimiz bor, kamarli jinsilarimiz bor. Bu yerda ham rubashkalarimizdan bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Narxi bo'lsa atigi 130 ming so'm. Bu tarafimizda rajalkamiz, uni ko'rsatmay qo'yaman. Bu tarafimizda ham jinsi shimlarimizdan bor. Bu tarafda ham hozir sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Bu tarafimizda klassik shimlarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zini shunaqa kamarlari ham bor. Narxlari ham 160 ming so'm bomba narxlarda. Bu yerda finkalarimizdan bor. Mana ko'rib turganlaridek, har xil rasvetkalardan olib kelib qo'yganmiz. Rubashkalarimizni olib kelganmiz. Mana bu tarafimizda ham почти 100 xildan oshiq modeldagi shimlarimizdan bor mana. Koftalarimiz ham ko'rsanglar bo'ladi. Materiallari ham вообще zo'r, silliq mana. Bunaqa rubashkalarimizdan juda ham ko'p. Narxlari bo'lsa, atiga 125 ming so'm. Bu tarafimizda ham bir qator ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda shunaqa futbolkalarimizdan bor. Kostyumlarni ichidan kiysanglar, kuzda demoqchi edim, uzr. Vashi zo'r, yengilgina maza qilib kiyib yurasizlar. Bu yerda shunaqa dvoykalarimizdan bor. Kamzur shimlarimiz, garohlisi ham bor. Garohsizi maktabga olsanglar maza qilib kiyib yurasizlar. Bu yerda bezrukavkalarimiz ham bor. Mana yumshoq. Qaranglar, tuymali, tuymasiz, uzun kaltalardan olib kelib qo'yganmiz. Mana giloslikni qaranglar, asaligini 65 ming so'mdan bularimiz. Do'konimiz ochilish kuni tugab ketadi, shuning uchun tezroq kelinglar. Bunaqa dvoykalarimizdan ham bor. Kamzur shim. Bular uzun bo'lsa, bular bo'lsa kaltaroq variantlari. Bu yerda trikolarimizdan ham bor. Kakras kuz kelyapti. Zo'r ketadi bular ham. Bu yerda garohli dvoykalarimiz, bu tarafda rubashkalarimizdan bor. Endi sizlarga bir qator yubkalarimizni ham ko'rsataman. Uncha hamma narsamiz tayyor bo'lmadi, chunki endi ochilamiz. Hali beri polni 100% tayyor emas. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib o'tyapman mana bir qator mana. Ko'rib turganlaringizdek shunaqa dvoykalarimizdan ham olib kelganmiz. Tuymali. Buni Toshkent profilimizda ko'rgan bo'lishlar aniq. Bu yerda shunaqa garohlilarimizdan bor, yangi kalta. Narxlari ham вообще zo'r narxlarda. Bu tarafimizda yubkalarimiz bor, 100 mingdan. Ro'molli, ro'molsiz qizlarimizga ham topsalar bo'ladi. Yangi uzun kostyumlarimizdan ham bor. Mana qaranglar, kimonoda shunaqa kostyum shimligidan ham kelgan bizga. Rasvetkalari ham bomba. Вообще zo'r. Bu tarafda ham oq rubashkalarimizdan bor, kamzurlarimizdan bor. Bu yerda bunaqa shimlarimizdan ham bor ekan, qizlar qaranglar, yuraylik. Jinsi sifat shimlarimizdan ham bor. Materiali ham yumshoqqina. Bu tarafimizda bunaqa yubkalarimizdan kelgan trenddagi yubkalarimiz. Salonda naqasiga o'xshaydi, modeliga o'xshab ketadi. Mana ro'molli qizlarimizga asal turadi. Kelsanglar, bemalol xarid qilib olib ketaverasizlar. Og'zim ham qurib ketdi gapirgunimcha. Bunaqa kamzularimizdan kelgan alohida, shimi kerak emas desanglar. Bu yerda shunaqa peshni rubashkalarimizdan kelgan, как раз menga shunaqalar ham kerak edi. 130 mingdan kelib bularimiz. Qaranglar, mana asalligini. Shunaqa modellarimizdan ham kelgan. Bu tarafimizda ham klassik shimlarimiz. Endi ikkinchi etajga o'tamiz.